Hoy, sen Eyujuga ataylab shunday munosabatdasan, to'g'rimi? Nima? U menga o'ylashini aytdiki, insho kamchiliklari adolatsiz. Sen buni suratga olgani uchun qilmayapsan, shundaymi? Meni eshityapsanmi? Sen qilmaysan, to'g'rimi? Ishonchim komilki, hammasi tushunmovchilik edi. U bizni suratga olganini bilaman. Unda nega bunday qilyapsan? Nega faqat unga nisbatan qattiqqo'llik qilyapsan? Men uni qabul qila olmayman. Matematikadan atigi 4 ball oladi. Biroz noshta qilib ol. Eshitishimcha maktabdan keyingi mashg'ulotlar bo'lmaydi agarda 5 bola ro'yxatdan o'tmasa. Kecha eshitdim, u suv allaqachon 10 taga ega. Bu ko'zoynaklaringizni topdingizmi? E'tibor berishing uchun ancha vaqt ketdi. Nima gap? Sen uni topdingmi? Ularni qayerdan topding? topdingiz? Sizni varaqingizni kimdir ko'rdimi? Unga qancha berdingiz? Nega men unga berishim kerak? 사다 준 사람이 사례가 안 받았대? 어? 왜? 글쎄. Qanday qutqaruvchi? Sen unga rahmat aytishing kerak, do'stim. 그럼 감사 인사를 해야 또 복이 돌아오는 거야. Ha do'stim, sen qila oladigan eng kam narsa. 너 새똥 또 맞는다? 행마! 케인 펜 잡는 소리만 들어도 심장 터질 것 같은데 나만 그래요? 주시온 첫 등장부터 숨소리 내 취향 정통으로 때렸어. 민 손목에 가죽시계 한 줄에 나도 강태야 첫 타부터 채연 바라보는 눈빛 싫어하냐? Salom, nega kulyapsan? Xo'sh, nima? Ha, men yuklagan narsa internetdan ancha shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Rostdanmi? Menga ham ko'rsat. Men uni senga ko'rsata olmayman. U uyatli, kechir. 너 이렇게까지 Sen juda sirlisan. 19금이야? Baholanganmi? Yo'q, ahmoq bo'lma. Bu Billga o'xshamaydi, shunday emasmi? 그건 아니지? Bill? Ha, bilasanmi? 남자들끼리 Erkaklar boshqa erkaklarni yaxshi ko'radilar. Ha, Billmi? Men bu haqida eshitganman. Men odamlarni tushunmayman. Kim bunday narsalarni yaxshi ko'radi? Albatta, 맞아. sen haqsan. Agar bu romantika bo'lsa, nega yigit va qiz o'rniga ikkita yigitni juftlashtirishadi? 그걸 무슨 Buning nimasi qiziq? To'g'ri, to'g'ri. 오늘 날씨 진짜 Ob-havo ajoyib, shunday emasmi? 우리 일기 Birinchi marta ko'rishimiz emas-ku. Dadam har doim aytardilar, qiyin tanlovga duch kelganingda Bu sizning ariza formangizmi? Nihoyat 5-odamni oldim. Bu elita jamoa bo'ladi. 잘해보자. Keling buni qilaylik. Sport odamining ko'tarilgan yulduzi. kechiring janob Jung. Eng qiyin yo'lni bosib o'tish 결국 나를 najot yo'lidir. Janob, men jismoniy tarbiyaga juda ham qatnashni xohlardim, lekin nimadir sodir bo'lganga o'xshaydi. Agar siz bu yerda bosim ostida bo'lsangiz, kimotda ko'z qising. Uni matematikaga ishtiyoqi bor. U o'z balini oshirishni xohlaydi. Shuning uchun men shunchaki yo'q deya olmadim. Menmi? 잘하는 U 걸 살려야지. o'ziga kerakli bo'lgan narsani qilishi kerak. U uzoq masofaga juda yaxshi yuguradi. U sportchi emasligi aniq. Uning yuzida dangasa deb yozilgan. Menmi? 제가요? Yo'q, unday emas. Men sportni yaxshi ko'raman. Kuniga necha soat uxlaysiz? 10 soat. Siz uyg'oq bo'lganingizda diqqatingizni qaratsangiz, baholaring qanday? 9. Sinf o'qituvchingizni tinglang. Lekin janob, ularning hammasi ham 9 emas.
오늘은 Bugun biz she'rni o'rganamiz. Kim So Wonning chaqiruvi. Avval ovoz chiqarib o'qib chiqaman. Bo'laklarga bo'lingan ism. Nega Dumshu unga bergan sovg'alarimdan foydalanmaydi? Ehtimol u senga yuk bo'lishni xohlamas. Agar u undan foydalansa, sen o'zingni yana majbur his qilasan unga yana sovg'a olish uchun. Seningcha? Men unga uni yoqtirishimni aytmoqchiman 20 yoshga to'lishim bilan. Sening o'ylashingcha shunday, lekin sen boshqalar bilan 200 kun ham davom etmagansan. Bu safar boshqacha. Menga qiziq. Senga nega janob Jung yoqadi? Xo'sh, aniq nima? Uning ko'rinishi emas, faqat ichidagisi. Dongju boshqacha. Unda qanday farq bor ekan? Sen uchrashgan yigitlar bilan solishtirganda. Men unga achinaman. Nima? Bilmadim. Faqat uning yuziga qarasam meni xafa qiladi. Yuragimni og'ritadi. Mening fikrimcha, dadam oyimga rahmi kelganligi uchun uylangan ekan. Oyim esa hech o'ylamagan menga kimdir rahmi kelganidan turmushga chiqadi deb. Bu voqealar esa ko'p odamlarning umrini barbod qilyapti. Lekin sen kimnidir haqiqatan ham yaxshi ko'rsang, o'ylaymanki unday bo'lmaydi. To'g'rimi? Hech qanday sababsiz kimgadir achinishmi? Men yana tozalashim kerak. Bugungi kun yaxshi o'tdi. Shunchaki uning yuziga qara, kim ham unga achinardi. Tozalash ishini bajarayotganlar, o'z ishingizga ishonch Hech hosil kim hech qiling. qanday umrining oxirigacha u shunday. Hammaga xayr. Hayron qoldim deya olmayman, lekin u haqiqiy jinni. U seni injiqlikda kamchiliklar bilan uradi va endi maktabdan keyin ham matematika. U shayton. Kel, buni birga qilaylik. Men seni do'zaxga kuzatib qo'ygan bo'lardim. Ammo maktabdan keyin matematika yo'q. Birovni u yoqtirmaydigan narsa bilan jazolash. Rostini aytsam bu daho, to'g'rimi? Hoy qizlar. Salom qizlar. Rejalaringiz bormi? Unchalik emas. Yo'q. Nega? Men sinfxonani tozalashim kerak va maktabdan keyin darslarim bor. Nega so'rayapsan? Men qilmoqchi bo'lgan narsa bor. Endi men Koreyadaman. Nima u? Janob, o'ylaymanki men hamma narsani qila olaman sizga uzoqdan qarash orqali. Yuragimdagi chidab bo'lmas og'riq hech qachon bo'lmaydigan sevgi tufayli. Nega taqdir bizga bunchalar shafqatsiz? Bu yerda nima qilyapsan? Menga aytadigan gaping bormi? Janobga sizni majbur qildi, to'g'rimi? Ya xudo. Yo'q. Keling sizga yordam beraman. Yo'q, buni o'zim qila olaman. Shart emas. Voy mayli, qani keling. Katta rahmat. Men buni o'z manfaatim uchun aytayotganim yo'q. Siz chindan ham iste'dodlisiz. Shuning uchun mendan nimanidir so'rashingiz mumkin. Agar nimadir kerak bo'lsa. Xo'p. Janob, siz yakka kurashlarda qatnashgansiz, to'g'rimi? Siz chapshinni sildirgandan keyin nafaqaga chiqishga majbur bo'lgansiz. Buni qayerdan bildingiz?
Men bu haqida yangiliklar maqolasida o'qidim. Bu meni kundalik hayotimga umuman ta'sir Lekin qilmaydi. siz nafaqaga chiqishga majbur bo'ldingiz, lekin ular qishki o'yinlarda 4-o'rinda egalladi. Bunga afsuslansangiz kerak-a? So'rayapsizmi? Medal yutmaganimdan afsuslansammi? 근데 그거보다 더 Bundan ham muhimroq bir narsa bor. 내가 시상 Podium ostidan medalchilarni kuzatar ekanman. O'sha damda bir narsani tushundim. Musobaqagacha qancha ter to'kkaningga qaramay, o'yinda ularni ko'proq to'kishing kerak. 진짜 Men o'laman deb o'yladim. Menimcha, ular ham xuddi shunday his qilgan. Shunday emasmi? 그 순간 술이 O'sha daqiqada men o'tirgan joyim umuman muhim emasdi. 그리고 무엇보다 Va eng muhimi, 난 나와 men o'zimga bergan va'damni bajarganim edi. Men hech qachon taslim bo'lmayman. 그럼 된 거다. Agar men har kuni shunday jismoniy tarbiyaga qatnashganimda, biz doim birga gaplashar edik. Agar janobga bo'lmaganida, ha, 여주 어디야? Qayerdasan? Mening ofisimga keling va sinf uchun bosma varaqlarni oling. bu ishni boshqaga bering, buni Haso yaxshi uddalaydi. Lekin sen Tiasan, bu maktabdan keyingi sinf uchun 3 daqiqada kel. Janobjon, men ketishim kerak. Ketyapsizmi? Ha, salomat bo'ling. U birinchi sinf. U esa 3-sinf eng yaxshisidir. Bu sinf yaxshilarga to'lib yotibdi. Nima bo'lganda ham men bu yerga kerakmas edim. Bularni bizga berish uchun keldingmi? Yo'q, men ham shu darsga qatnashyapman. Senmi? Nega? Janobga qatnashishimni aytdi. Ustozga aytdimi? 우리 시간 낭비하지 말라고 저러신 거거든요. 저런 거 해주는 사람 있으면 좋잖아. Sen haqsan. U sentyabr imtihonidan 4 ochko oldi. Qayerga ketyapsan? Janobga, meni shunchaki qo'yib yubora olmaysizmi? Men bu sinfga kirish uchun matematikadan yomonlik qilaman. Eski tarbiyachim va amakivachcham aytgandilar, sen umuman matematikada yaxshi emassan deb. Menimcha ular haq edi. Men hisoblashda butunlay umidsizman. Siz o'rgatishingiz bo'lgan mavzulardan farqli o'laroq ko'p harakat katta ball olib kelib bermaydi. Bu 4 ta nuqta. Siz ularni qayerdan oldingiz? Shunchaki taxmin qildingizmi? Yo'q, men ularni hal qildim. Mana Gauss tub sonlarni hisoblaganda har bir 3 milliongacha bo'lgan sonlarni qo'lda hisoblash uchun yillar sarfladi. Matematika bu qat'iyatlik va bu sizda bor. Shunday qilib o'sha yerga qaytib boring. CFA burchagadan boshlash. CAF burchagiga teng. AC CF ga teng va bular 14 ga teng bo'ladi. Va endi bularni hisoblab ko'ring.
Nima bo'lyapti? Nega u to'satdan labini bo'yab qoldi? Yana dars paytida-ya? Hechqisi yo'q. Voy. Bolalar aytgandi-ya, ustozni yaxshi ko'rib qolgan deb. Ajoyib. Oh. 3-qismni qachon chiqaraman a? Yoyju. Ha, janob. Ha, 3-qismini yozmoqchi emasmisiz? 3-qismmi? Ha, bu qanday ketayotganini tushuntiring. O'qituvchilar ketishayotgan bo'ladi. Yon 10 millionni qaytarish uchun harakat qiladi 3-qismda albatta. Lekin 3-qismda diqqatga sazovor bo'ladigan joyi Sion va Yon o'rtasida. Ular birga o'tirishadi. Sion unga aytadi: "Siz haqiqatan ham yomonsiz. Siz meni yomon fikrlarni o'ylashga majbur qilasiz." Yon javob beradi: "O'rtada ovora bo'lishni keragi yo'q. Men hazil qilayotganim yo'q. Men sen bilan hech qachon hazillashmaganman." Hazillashmaganman. Bugun darsda o'rganilgan narsalarni bajaring va ularni ertaga menga Ertagami? topshiring. Men qila olmayman. Jin ursin. 나 한국에서 해보고 싶은 거 있어. 파자마 파티. Eju, qayerlarda eding? Nega juda kech qoldingiz? 그 용암 무당이 있다는 Bu mashhur shamanlarning joyimi? Bu yerga qanday keldingiz? Ismingiz Yoyjumi? Albatta. Salom. Nimaga bunchalik vaqt ketdi? Juda kech qoldingiz. Senga sovg'a olib keldim. Koreyaga xush kelibsan. Ha, Eju. Juda shirin. Bu juda yoqimli. Meniki qayerda? Bu juda yoqimli. Rahmat. Voy, bularning hammasini yedingizmi? Hechqisi yo'q. Yorilib ketaman. Kimdan shunday e'lon qildi? Ertaga yo'qdek ovqatlaning. Men juda to'yib qoldim. Ha, endi bu ziyofat. Menga biroz joy qoldirishga ruxsat bering. Bizda har doim shirinlik uchun joy bor. Go'shtli torta yaxchalari, shirin kartoshka. Keling, oshxonaga boraylik. Oshxonaga. Qani ketdik. Qani ketdik. Ketishdan oldin buni kiying. Ketishdan oldin buni kiying. Ha, bumi? Jenni, yaxshi. Bularni shunday qo'yasan va olovda yaxshilab pishirib olasan. Men senga Koreyaning haqiqiy ta'mini ko'rsataman. Men kuta olmayman. Yaxshi ko'rinadi, to'g'rimi? Ha. Haqiqatdan ham issiq ekan, shunday, to'g'rimi? Nima, sizga biror narsa Senga biror kerakmi? nima kerakmi? To'g'risini aytsam, men tasodifan bilib qoldim. Sen Kechki Parij romanini o'qiganmisan? Bu romanni Bu bilasanmi? romanni bilasizmi? Ha, bu mening sevimli romanim edi. Bosh qahramon Izabella Parijda braziliyalik yigiti bilan uchrashadi. Lyuvr shahrida. Men uning ifodalanuvchi nomini 2 marta tekshirdim, lekin u aytgan gaplar sizniki bilan bir xil edi. Shunday qilib siz hamma narsani bilasiz. Meni yolg'on gapirganimni ham. Bu haqida tashvishlanma. Hamma ham yulduz bo'lishni xohlaydi o'zining romanida. Men senga bu roman juda yoqadi deb o'ylagandim. Mening haqiqatan ham yigitim yo'q. Men sevgi haqida bilgan narsalarning hammasini kitoblardan o'rgandim. Bu yaxshi. Bu katta gap emas. Rostdanmi? Haqiqatdanmi? Ha. Men uni avval tarjimasida o'qib chiqdim va men asl nusxasini o'qishni juda xohlardim. Shuning uchun Koreys tilini o'rganishni boshladim.
Koreys tilini juda yaxshi bilarkansiz romandan o'rgangandan keyin. Men uni Men uni juda tez o'qiyman. Men uni amalda yodlab oldim. Sen Siz ham ishqiy romanlarni o'qishni yoqtirasizmi? Bilsang, men zamonaviy romanlarni o'qishdan boshlaganman. Keyin xorijiy ishqiy fantaziyaga almashtirdim. Va bundan keyin Va bundan keyin qanday bo'lmasin, zamonaviy romantika eng asosiy oqimdir. to'g'ri. Men koreys Koreyani romanlarini yoqtirib o'qigandan qoldim. Siz keyin veb Koreyani romanlarini sevib qoldim. o'qiganingizdan keyin. Oh, tushunaman. Yana qaysi romanni yoqtirasan? Janob bosh Janob bosh direktorning direktorning soyasi Elif haqida soyasi eshitganmisan? haqida eshitganmisiz? Ha, bu Siz romanni uni o'qidingizmi? albatta o'qiganman. Siz Siz buni ham o'qidingizmi? o'qiganmisiz? Ajoyib ish qildingiz. Siz bularni mukammal pishirdingiz. To'g'ri. Buni bir tishlab ko'r. U hali emas. Qanday ekan? Shunchaki judayam ajoyib. Sizning yuzingizda nimadir bu yerda ham nimadir bor. Jenny ham. Birozdan siropi bilan bu asal sinab ko'ring. Bu yaxshi, to'g'rimi? Senga yoqdimi? Ajoyib emasmi? Bu shunchaki ajoyib juda mazali. Sevmaganman. Biz juda ko'pmiz, to'g'rimi? Janobga aytganidek, biz hammamiz koinotdagi yulduzmiz. 야, 그런 거 보면 수학국 어린 왕자 같지 않니? 왜 그거 있잖아. 저 하늘 어딘가에 반짝이는 나의 별이 있고 그 별이 내게 말을 걸어오는 거야. 숙제했어? Yo'q. Mening matematikadan uyga vazifam. Men umuman to'g'ri bajara olmayman matematika tufayli. Uyga vazifam. Men nima qilaman? Buni bajarishni yomon ko'raman. Agar buni qilmasangiz, siz kamchiliklarga ega bo'lmaysanmi? Nima qilmoqchisiz? Fikr yo'q. Baribir fikr yo'q. Eyju, sen jasur bo'lib qolding. 의주 깨병 부릴 때 수학 표정 봤어? 막 이래가지고 막 눈으로 욕하는 거야. Janobga, men uyga vazifani bajara olmadim. Men faqat yechimlarni yoza olmadim har birini 10 martadan. Hatto harakat qildingizmi? Yechib bo'lmaguningizcha harakat qiling. Kamida bir o'zingiz. Xuddi sinov imtihoni kabi. Bu faqat ba'zan ishlaydi. Yo'iju. Ha? 내가 온 첫날 Birinchi kunda matematika nima degandim? Koinot? Evklidmi? 사실 말고 여기에서 Bu yerda dars paytida emas. Men buni mavzu dedim. Bu fikrni talab qiladi. Ha? 흘려 들었겠지. Ehtimol siz e'tibor bermadingiz. Siz ham hozir emassiz. Men bir muammoni hal qilishni o'yladim va bu sizni o'ylashga majbur qiladi. Tushunmadim. Siz shunchalik adashganmisiz? Men juda ham xafa bo'ldim. Uzr so'rayman. U mendan nimani kutayotgan edi? Shunchalik hafsalasi pir bo'ldiki, hatto men unga achinishimga oz qoldi.
Hech bo'lmaganda men undan biroz dialog oldim. 아, 그래서 1,000만 원 어떻게 갚았냐고. 작가 선생, 그거 좋은 거 혼자만 보게요? 작가 신스다 혼자람? 아, 사마 내놔라. Janobkaning satrlari kerak. 이 정도로 구제불능일 줄 몰랐는데 실망이다, 재현. 네. 어떻게 Bu vaziyatda qanday qilib o'qish mumkin? Bekorchilikni bas qiling. 오늘도 TH kutadimi? Yana uyingning tashqarisidami? 몰라. Bilmadim. Siz haqiqatan ham yomonsiz. 내가 자꾸 다 Siz meni yomon fikrlarni o'ylashga majbur qilasiz. Yotib menga qarashingni yaxshi ko'raman. Bu meni lablarimni shunchaki senga qarshi silkitmoqchi bo'ladi. Nafas ololmaguningizcha. Endi bu to'g'ri jarlik bo'ladi. Siz keyingi qismni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shoshiling. Bu hid kutubxonaning doimiy hidi emas. Va shunga qaramasdan bu g'alati hid. Unga juda tanish. Terini parvarish qilish uchun losos yog'idan foydalanilgan. 그 뭔가 U deyarli matematika ustoz. 적인? 내가 Men noto'g'ri o'ylagan bo'lsam kerak. Tinchlan, Yeju. 아무것도 Bu hech narsa bo'lmasligi mumkin. Yo'q, hech narsa emas. Harakat qiling. Shu yerda turing, Yuiju. 아니 Aytmoqchimanki, 이 I 우 Munk